Bugungi mavzumiz René Jabr kitobini 14-uniti bo'ladi. The Importance of Water degan maqolani ko'rib chiqamiz. Xo'p, boshlaydi. Birinchisi temperature degani harorat degani devoriga to'g'ri keladi. The degree of heat ya'ni qanaqadir issiqlikni darajasi. Prepares degani tayyorlaydi degani. Get ready B variant. Nutrients degani nimalar? Ozuqalar degani F bo'ladi. Things necessary for life and growth ya'ni hayot va o'sish uchun eng kerakli bo'lgan narsalar. Eliminate degani yo'qotish, qutulish degani. To'g'ri javob C bo'ladi. Remove yoki get rid of toslaring bo'laveradi. Interfere degani qo'shilib ketish, xalaqit berishga sinonim bo'ladi. Delay preventga E variant tavsiya bo'laveradi. Keyingisi are you healthy? Maybe you should ask your doctor to check. Check degani tekshirmoq. Tekshirmoq degani E ga sinonim bo'ladi. Look at closely, examine. Qo'llarasizlar. Hop, mana matnga o'tamiz. The importance of water. Suvni ahamiyatliligi. Some doctors think that you should drink a glass of water each morning. Ba'zi doktorlar shunday o'ylashadiki, siz har doim uyg'onishingiz bilan bir stakan suv ichishingiz kerak. You should drink this water first thing before doing anything else. Siz avvalambor hech narsa qilmasdan oldin suvni iching deyapti. The temperature of water should be similar to body temperature, neither too hot nor too cold. Suvni harorati tanangiz harorati bilan bir xil bo'lishi kerak. Na issiq bo'lsin, na sovuq bo'lsin. Why should you drink this water? Nimaga siz bu suvni ichishingiz kerak? Water helps your body in many ways. Suv sizga juda ko'p yo'llarda yordam beradi tanangizga. It helps clean out your kidneys. Bu sizni pochkalaringizni, buyraklaringizni tozalashga yordam beradi. It prepares your stomach for digestion. Bu sizni oshqozoningizni hazm qilishga tayyorlaydi. Water can also help your intestines work better. Suv shuningdek ichaklaringizni yaxshi ishlashiga yordam beradi. After drinking water, the intestines can more easily take out nutrients from our food. Suv ichganingizdan so'ng ichaklar osonlik bilan biz yegan ovqatdagi nutrientlarni ajratib oladi. Take out degani ajratib olmoq. Water also helps us to go to the bathroom more easily. Shuningdek, suv bizga hojatxonaga borishga yanada osonlik beradi. Osonroq boramiz deyapti. Scientists suggest that people take in 1600 milliliters of water each day. Olimlar shuni tavsiya qilishadiki, odamlar bir kunda 1,5 litr suv ichish kerak ekan. But don't drink all of that water in one sitting. Lekin o'sha suvni hammasini bitta o'tirganda ichmang. If you do, your kidneys will have to work much harder to eliminate it. Agar siz shunaqa qilsangiz, sizni buyraklaringiz uni hazm qilish uchun juda qattiq ishlab yuborishi mumkin. It's better to drink some in the morning and some in the afternoon. Eng yaxshisi ma'lum bir miqdorini, ya'ni ba'zi birini ertalab iching, qolganini bo'lsa obeddan keyin iching deyapti. Some people think it's better to drink between meals and not during meals. Ba'zi odamlar o'ylaydiki, o'sha suvni ovqat o'rtasida ichish kerak deb, ovqat davomida emas. They think water dilutes the juices produced in our stomachs. Ular o'ylashadiki, biz oshqozonimiz ishlab chiqarayotgan sharbatlar o'sha suvni suyultirib yuboradi deb o'ylashar ekan. O'shaning uchun nimada ichishadi, ovqat o'rtasida ichmas ekan. This can interfere with normal digestion. Bu bo'lsa normal hazm qilishni oldini olishi mumkin, ya'ni xalaqit berishi mumkin normal hazm qilishga. Are you drinking enough water every day? Siz har kuni yetarli suv ichyapsizmi? Check the color of your urine. Peshobingizni rangini tekshiring. If it is light yellow, you're probably drinking enough. Agar u och sariq bo'lsa, siz katta ehtimol bilan yetarli suv ichyapsiz. If your urine is very dark yellow, you will probably need to drink more water. Agar sizning peshobingiz juda ham to'q sariq bo'lsa, siz ehtimol ko'proq suv ichishingiz kerakdir. A little more water each day could make you much healthier. Kuniga ichilgan bir qancha suv ham sizni kuningizni sog'lomroq qilishga yordam beradi. Savollarga o'tamiz. What could be another title for this reading? Berilgan reading uchun boshqa yana sarlavha qanday bo'lishi mumkin? Drink water, not soft drinks. Drinking during meals. Drink between meals. Drink enough water. To'g'ri javob D bo'ladi, ya'ni yetarlicha suv ichish kerak. Umumiy qilayotganda hikoya shu haqida berildi bizga. Why is it helpful to drink water in the morning? Nimaga ertalab suv ichish foydali deyapti? Your kidneys will work harder. Buyraklaringiz tezroq, qattiqroq ishlaydi. Your intestines will work well. Ichalaringiz yaxshi ishlaydi. Your juices will be diluted. Sizdan ajrab chiqarilgan suyuqlik suyulib ketadi. Your urine will be pale yellow. Peshobingizning rangi sariq bo'lib qoladi. To'g'ri javob mana minutda bo'ladi. Your intestines will work well. Ichalaringiz yaxshi ishlaydi.
ertalab suv ichganingizdan keyin. Which of the following is not reason to drink water? Berilganlardan qaysi biri sabab bo'lmaydi suv ichishga? So your intestines will work well, yaxshi ishlaydi. Anaqangiz, ichinglaringiz to get more nutrients, yaxshiroq, ko'proq ozuqalar olasiz. To clean out your kidneys. Anaqangiz, buyraklaringizni tozalab tashlaydi. To dilute your stomach juices. Oshqozoningizdagi o'sha ajrab chiqilgan suyuqlikni suyultirib yuboradi, deyapti. Mana. Xo'p. Endi biz notini olishimiz kerak, sabab bo'lmaganini olishimiz kerak. Suv ichishga sabab bo'lmaydi qaysi biri. Mana B bo'ladi, to get more nutrients. Chunki nutrientlar faqat ovqatda bo'ladi-da, suvda bo'lmaydi. O'shaning uchun B'ni olsak bo'laveradi. Why is it better to drink between meals? Nimaga o'sha ovqatlarning o'rtasida suv ichish yaxshiroq deyapti? So you eat enough food. Siz yetarlicha ovqat yeysiz. So you don't dilute stomach juices. Siz oshqozondan ajralib chiqgan suyuqlikni suyultirib yubormaysiz. So your urine will not smell bad. Peshobingizdan yomon hid kelmaydi. So you don't overwork your kidneys. Va siz buyraklaringiz oshiqcha ishlab yubormaydi. Keragidan ko'p ishlab yubormaydi degani. Mana overwork degani keragidan ko'p ishlab yuborish. Xo'p, endi to'g'ri javob topamiz. Mana to'g'ri javob B bo'ladi. Oshqozonning suyuqligini suyultirib yubormaydi. 5-si, why is dark colored urine is sign to drink more water? Nimaga to'q rangli peshob ko'p suv ichishning belgisi hisoblanadi? It shows our body is healthy. Bu bizni tanamiz sog'lomligini ko'rsatadi. It means our kidneys are working too hard. Buyraklarimiz juda ham qattiq ishlayotganini ko'rsatadi. Less water makes the color darker. Kamroq suv o'sha rangini to'qroq qiladi. It is the same color as our digestive juices. Bu bizni hazm qiladigan suyuqlik bilan deyarli rangi bir xil deyapti. To'g'ri javob B bo'ladi. Zo'r qilib ishlaganini naqasi kasriga mana to'q rangli bo'lib chiqadi peshob. B varianti shuni nazarda tutyapti. It means our kidneys are working too hard. Xo'p, videolarni o'tamiz. Birinchisi first thing, ya'ni eng birinchi o'rinda qiladigan ish taking, ajratib olish yoki iste'mol qilish, universitetning bir o'tirishda. We were all amazed that he could eat the entire cake. Biz hayron qoldik deyapti. U qanday qilib butun tortni yeb yoribdi? Endi qanaqa holatda yeb yorgan bo'lishi mumkin? Avvalo, yeb yorgan, bir o'tirishda yeb yorgan. To'g'ri javob universitetning bo'ladi. Bir o'tirishda hammasini yeb yorgan. When you see your teacher tomorrow, the usual is hello. Qachonki ertaga o'qituvchini ko'rsang, san qiladigan nimadir ham salom aytish ekan. Endi san qiladigan birinchi ish bu nima? Salom aytish bo'ladi. First thingni olaveramiz. It's important to enough vitamins and minerals each day. Har kuni yetarlicha vitamin va minerallarni nimadir ham qilish juda muhim. Taking, mana yemoq, iste'mol qilish juda ham muhim. Taking olsak bo'laveradi. Summary o'tamiz. Scan the passage and complete the chart with correct information. Ma'lumot to'ldiramiz bunda. Drinking water, suv ichish qachon? In the morning, ertalab. Prepare stomach for. Oshqozonni nima tayyorlardi? Suv ichish digestionga tayyorlaydi. Hazm qilishga mana birga digestion olsak bo'laveradi. Helps intestines take out of food more easily. Hop, o'sha ichaklar nimani ajratib olardi yegan ovqatimizdan? Nutrientlarni mana, ozuqalarni nutrients olsak bo'laveradi. Hop, kuniga endi milliliter a day. Kuniga qancha ichishimiz kerak edi? 1600 mana. Shuni olib qo'yamiz. 4-si, not all at once. Hammada bittada ichmang deyapti. Not during. Nima davomida ichmang dedi ovqat. Mealsda, ovqat davomida ichmang. Not during meals. 5-si, the color of urine. Peshobning rangini nima qiling? Tekshiring, checkda olamiz. Dark yellow, not enough water. Yellow, enough water. Hop. Oxiri mana light qoldi. Light shuni olib qo'ysang bo'ldi. A variant, testga o'tamiz degan. Ada aytayapti, choose best word or phrase to fill in the blank. It's very cold right now. Day is -1 Celsius degree. Xo'p, juda ham sovuq ekan. B variant bo'ladi, temperature bo'ladi, harorat -1 daraja. Ikkinchisi, my is very dark, I need to drink more water. Meni nimadirim juda ham to'q, men ko'proq suv ichishim kerak. Urine bo'ladi, ya'ni peshobi. Everyone has two, they look like beans. Hammada ikkita nimadan ham bo'ladi, ular lovaga o'xshab ko'rinadi. Intestines, ichaklar, oshqozonlar, hobbilar, kidney, buyraklar. To'g'ri javob D bo'ladi. Are very long, they look like sausages in our bodies. Juda ham uzun ekan. Ular bizni tanamizning sosiskiga o'xshab ketar ekan.
Endi bu nima bo'ladi? O'z-o'zidan intestines bo'ladi, ichaklar. From food are necessary for us to grow in life. Nimadirlar juda ham muhim bizni sog'lom o'sishimizga va yashashimizga deyapti. Nutrients bo'ladi, ya'ni ozuqalar, B variant. If you put into much space, it will the flour of the food. Agar sen juda ham ko'p preparat qo'shib yuborsang, bu ovqat ta'mini nima qilishi mumkin? Ruin, check, taste, dilute. Buzishi mumkin, mana ruin bo'ladi. Ya'ni ovqatni bemaza qilib Please don't use your cell phone on the plane. It is plane's equipment. Iltimos, o'sha samolyotda telefoningizdan foydalanmang. Bu is plane's equipment. Bu samolyotni jihozlarini nima qilishi mumkin? Turns off, interferes, takes in, eliminates. Interferolar xalaqit berishi mumkin samolyotdagi odamlar yoki o'sha jihozlarga. B varianti olsak bo'laveradi. Xo'p, B'da aytyapti choose the correct form of the verb to fill in the blank. My is complete. Xo'p, maydan keyin o'z-o'zidan bizga ot kerak, preparation bo'ladi. My stomach food. Meni oshqozonim. Mana oshqozonim otdan keyin fe'l kerak. Nima qiladi ovqatni? Hazm qiladi, digestive bo'ladi. Doimiy hazm qilib keladi bu narsa. Kidneys waste water from our bodies. Buyraklar biz tanamizdagi suvlarni nima qiladi? Mana kidneys ko'plik otdan keyin fe'l keladi. A variant eliminate olsak bo'laveradi.